Quvvat tumanida jamiyatda ma'naviy barqarorlikni mustahkamlash, avlodlar o'rtasida uzviylik va tajriba almashinuvini kuchaytirishga qaratilgan 3 avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbir davomida Prezidentimizning Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan ustuvor vazifalar, shuningdek Xavfsizlik kengashi yig'ilishida ilgari surilgan muhim masalalar haqida so'z yuritildi. Uchrashuvda Respublika hamda viloyat nuroniylar jamoatchilik kengashi, harbiy prokuratura vakillari hamda harbiy xizmatchilar ishtirok etdilar. Uchrashuvda Prezidentimiz tomonidan qo'yilgan vazifalar, ayniqsa harbiylarimizni oldiga qo'yilgan vazifalar, chunki 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni oldidan boshimiz harbiy qismlarda bo'lib, alohida katta e'tibor berib, shu uchrashuvda qatnashdida undan kelib chiqqan vazifalarni biz hozir bugungi kunda harbiylarimizga, yoshlarimizga, shu nuroniylar tomonidan, o'zimiz tomonidan yetkazib turibmiz. Bugungi uchrashuv haqiqatda ajoyib fikrlarga, keng qamrovli tushunchalarga ega bo'ldi. Mana nuroniylarimiz chiqib, borimiz tomonidan qo'yilgan vazifalarni, qilishga lozim bo'lgan ishlarni hammasini keng qamrovli o'zlarining maslahatlari bilan, o'zlarining so'zlari bilan tushuntirib o'tdilar. Tadbirda so'zga chiqqanlar yurtimiz taraqqiyoti, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, jamiyatda ijtimoiy mas'uliyatni oshirish muhim masalalardan biri ekanligini ta'kidladilar. Harbiy xizmatchilar davlatimiz rahbari tomonidan ularga yaratib berilgan imkoniyatlardan behad mamnun ekanliklarini bildirdilar. Muhtaram Prezidentimizning bizga berilgan imkoniyatlardan foydalanmoqchiman. Aynan muhtaram Prezidentimiz harbiy xizmat mobaynida oliy ta'limga topshirish uchun bergan imkoniyatdan foydalanib, kelajakda general-mayor, general-leytenant harbiy unvonlarini olaman. Bu harbiy unvonlarni olib, ota-onam oldidagi hamda vatanim oldidagi ishonchni oqlayman. Bizning orqamizda turgan vatanimiz hamda muhtaram Prezidentimizning ishonchini albatta biz yoshlar oqlaymiz. Uchrashuvda Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan tashabbuslarni joylarda samarali amalga oshirish, xavfsizlik, ma'naviy tarbiya va ijtimoiy hamjihatlikni kuchaytirish borasidagi vazifalar yuzasidan taklif va mulohazalar o'rtaga tashlandi. Albatta, O'zbekiston Respublikasining Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning biz qurolli kuchlarga, harbiylarga belgilab bergan vazifalari doirasidagi hamda bildirilgan ishonchlarini harbiy xizmatchilarga yetkazish maqsadida ma'naviy ma'rifiy uchrashuv o'tkazildi. 3 avlod uchrashuvi tadbiri avlodlar o'rtasida o'zaro hurmat va hamkorlikni yanada mustahkamlashga, yurt ravnaqi yo'lida barchani birlashtirishga xizmat qilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Respublika nuroniy jamg'armasi vakillari harbiy xizmatchilarga kitoblar jamlanmasini taqdim etdilar.